Yüce adınıza karı köpeğini söylesinler. Bu Kudayı'na, gülü boyuna, inavına, toyuna, çoğunluğuna söylesinler rahmet. İnavı kudumuz Kudayı'nın varlığıyla baktı tutsun. Kudayı'nın varlığıyla gücünü saya versin. Üzümünün meyve versin. Kudayı'nın indirgi şükürlerden yeterek bana pazar vayı. Karakter arayan kamerası yeri Koş karı. Kudayı'nın indirgi şükürlerden yeterek dersen yağdandan gümbürletip soyadı götürüş nesil etti Kudayı. Yana söyleyende bu ayağı biriye yürüyor etrafına tebriklemezsin. Bunlarla yaktı evleri yaktı, simaları emre olsun. Şu baryatına artık çoluklu gelinini hizmeti şu kanadana buyursun. Bu bir kanadana ruhlarla bir yanı söyleteceğim deriversin inşallah. Hem nefsini yaktı evleri yaktı. Bu var hem yaşlı günlerde toylarda yürüyüşüne siletti. Bu Navu desemekeydi. Kösene desemem buralara şeytanlar desemem. Yan başlar desemem buralara desemem. Hemen şimdi yerin bilen tebrikliyim. Belki kamender olanlık yük para bilen tebrikliyim. Özlerinden köbertirler, önsürler. Yakşı yüzü yakşılar. Hizmet ederler. Rahmat onajon sog'lik salomat bo'ling deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin deymiz. Ana endi mana shu suvolani, shajarani ustini darg'asi Bozorboy otamizdan eng go'zal tilaklarini qabul qilamiz. Butun Qalandarovlar sulolasi nomidan eng katta mana shu Qalandarovlar sulolasi ustini darg'asi bo'lgan aziz insonimiz Bozorboy otamizdan eng go'zal tilaklarini qabul qilamiz. Bozorboy ota to'ylari muborak bo'lsin. Navrat to'ylari muborak bo'lsin. Ilohim mana shu kuyov taraflarimizga doim qudachilaringiz abadiy bo'lsin, borlik yendinglar abadiy bo'lsin. Bir-birlaringiz yosh xonadonlaringizga, to'ylarga, bayramlarga borib qutlab kelish nasib qilsin deymiz. Ana endi butun aziz insonlarimizga eng go'zal tilaklarni sizdan qabul qilamiz. Marhamat. Rahmat. Bizlarga yaxshi kunlarni yaragan ekansizlar. Rahmat sizlarga. Bizlarni o'sha yaxshi gaplar aytdingiz. Rahmat. Bizlarni shu qizimiz turmushga chiqayotgan nima uzoq yosh kiyimdalar boshqalari bilan qo'sha qaramaylar o'zlaridan ko'rmaydigan jinniylarga jinni sayolarga doim davron bilan salomatlikka xizmatga buyurgan yil yo'lda sog' oilalarga salomatlik doim artistlarimizga rahmat bilan xizmat qilaman. Sana senin to'ylarında shunaqa Qarababir Sivakka navdiman endi. Menimcha yaxshi bilimlar. Hammangiz o'zingizda yaxshi kun bo'lgan, bizlar ham shunday qatnashib Sher qo'yamiz. O'zingizdan kiyimlar mana. Salomat, salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Bozorboy otamizga alohida rahmat deymiz. Eng go'zal tilaklarni yo'llab qo'yganliklari uchun alohida rahmat deymiz. Ana endi mana shu davrimizda bizda duoyimiz bo'ladi. Bu insonlarga tog'a bo'ladi, amaki bo'ladi daraja. Eng go'zal kunlarimizda Sherboy doimizdan eng go'zal tilaklarni qabul qilamiz. Marhamat. Mana shu taxtiravonlarni egallab turgan jiyalaringizga, butun Davlatgarovlar sulolasiga, Qalandarovlar sulolasiga, qolib bo'lsa mana shu Sherjonovlar sulolasi ustunidan, darg'asidan Sherboy doimimizdan eng go'zal tilaklarini qabul qilamiz. Marhamat. Bozorboy yaxshi. Oydinmi? Bozorboy kunchilar. Analarga sal
Uğurluya Mahmut İman Parayı arkadaş dostu Allah onlara yetenek indiği sizler doğrultusuz tercihleri olmuş bir burada gelip tebrikler olmuşsunuz. Hemen uzak bulunduğu bu kadar hiç kaçan üzülmelerine rızkı rozları bütün günlerin uzak olanlar hizmetleri buyurmalar. Dahi sana rahmet, Hüseyin sağ olmalar. YouTube'da bakıp vereyim. İşlerin sağ olmalar, uzak bulunduğu başka işlerinizi başını versiniz. Hemmenizi ünlü toylara getirgelim bari. Hemmenize oğul oylarını tutup çıkarıp yayını almak, tutup oturmak müessir etsin. Sağ olmalar. Kamu kuy tamam ya tuh. Dileklarni qabul qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shu jiyanlaringizga, mana shu Bozorboy otamizning oilasiga, butun Xalandarovlar sulolasiga eng go'zal tilaklarni ana endi sizdan qabul qilamiz. Marhamat. Kız bilen yaşlar uykumuz tinch bo'lsin. Rahmat ana endi Xudoorgan otalarimizdan, Sanjar og'alarimizdan eng go'zal tilaklarni qabul qilamiz. Marhamat. Rahmat. Davlatlarim, jiyanim, Xudoy charasman, jiyanim bilan baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin, qo'shqa qarasin. Xudoy shu yillar qadar Xudoy 5 to'ylardan beri o'tirish nasib etsin bularni Xudoyim. Baxtli bo'lsinlar bular. Faxriddin bilan Shirinjonni giyu bilan tabriklayman. Yo'ranom bilan salom bergan, gelin bilan tabriklayman. Sanjar. Ana endi Sanjar akamizdan marhamat. Yanına bir söz verdin ya, şurada sakallı bir çalavarım çıktım, batır gepledim ya. Bilme yazdı. Ha o getirdi. Az bomb verdi Batıra. Gitti. Gülçekle namıza bir aramaydı. Rahmat ana endi Gulchehra onamizdan eng go'zal tilaklarni, aziz insonlarimizdan, oilalardan eng go'zal tilaklarni, Xudo momomizdan eng go'zal tilaklarni qabul qilamiz. Ana undan keyin Xudo momomizning oldida turgan kattagina qizaloqi navralardan, Xadijaxonlardan chiroyli ashorlarni qabul qilamiz. Bo'lmasa Xudo momo eng go'zal tilaklarni sizdan, ana undan keyin Xadijaxon singlimizdan chiroyli ashorlarni qabul qilamiz. Marhamat. Bog'ga girsam maylimi, gullar chirsam maylimi, akam bilan ovamni tabriklasam maylimi. Mayli, qarsaklar. Ayting siz aytavering. Bermam. Rahmat ayol Xudo momo o'zingiz yorqin tilaklarni yo'llab qo'yasiz. Marhamat. Ayting. Bi ayting. Assalomu alaykum, aziz akalar, opalar, singillar, akalar. Şu nazar ayağımı, Gülçilerni, Şirin kızımı, Fakhriddinni, şu yeri bilen tebrikleyme, Henar apamı, hemle kardeş dolarlarına aytıyorum. Daim şular baktı, saadetli, devletli olup yürüyeyle, devlete yapma çalışıp bargay, şu kızımızın duayı. İyi bir ordatlı, şimdi hemen gurbete de aile buldu. Salametni, görenlikni, Şerif Baran'ı, şu Helim apamı, şu gelin bilen tebrikleyme. Şuların afetlerini gördüğüyle baktı, saadetli bulduğuna duayı. Rahmatlar endi Donagul ammamizdan chiroyli tilaklarni qabul qilamiz. Ramazon to'ylari muborak bo'lsin. Ammalar delegatsiyasi kelgan bugun eng go'zal kunlarimizda. Mana shu yorqin tilaklarni ayolli katta ammalarimizdan Donagul ammamizdan qabul qilamiz. Marhamat. Allah rahmet vereyim özleri bir aram. Salime, Zülfiye. Gülçehra. Gel namaz ngaber rakat kepeng namalı beramen.
Gelin geleversin bir ara. Sonra. Gelin geleversin. Zülfiye. Şimdi beraber. Hep akredimle şey mi çekiyor? Baklı hayat geçirdiğiyle, uzaktan akmak olan, doğrultusu çok kolay. Hem meclisinin boylarla, tebriklerle, günlükte hem meclisinin Ahvolicasidan eng go'zal tilaklarni qabul qilamiz. Farzand baxti onlarning qo'lida. Rayhon unar ular yurgan yo'lida. Jannatimizning ham kaliti shu aziz insonlarning qo'lida. Gulchehra onamizdan, ona qirolichadan eng go'zal tilaklarni qabul qilamiz. Bozorboy otam bilan qo'sha qaringlar demayman. Qo'sha yasharishi yo'linglar ilohim. Marhamat. Kalan açtı ismini. Çoğay Hüdayi asmanın kimsaklı olan, ev yurtumuz parahat boğay Hüdayi. Şu karındaş boğanımız sağ boğay Hüdayi şu kızımıza baktı, saadetli olup başkanı bilen koşa bardalar Hüdayi. Salamet bilen öğrana, hizmeti bilirler Hüdayi. Karar çakalı boğuşuk Hüdayi. Şu karındaş boğanımız sağ boğay, emeğinize rahmet. Şurada, Instagram'da keyin otanlara vereyim mi? Başka şey tanısak mı? İnan, hepinize rahmet. Ben hepinize çok var. Hepiniz şu yukarılara getirdim. Şirinler, Allah'ın bahçesine Hala emmet verirsen. Hala diyor. Sen ne yapacak mısın? Ne mi? Çiftlik nasıl olur? Açtı beraber zaten. Rahmat sog' bo'ling, salomat bo'ling, Gulchehra ona sog' bo'ling deymiz. Mana shu Qalandarovlar sulolasini, Davlatyorovlar sulolasini, qolaversa butun Sherjonovlar sulolasini bizni volidey muhtaramalarimiz muzofirchilikda yurib shunaqangi ba'zi bir sabablarga ko'ra kelolmasliklari uchun mana shu volidey muhtaramalarimiz onajonim nomidan, Karomat jiyaningiz nomidan eng go'zal tilaklarni sizlarning oilalaringizga samimiy tilaklarni yo'llab qo'yamiz. Barcha aziz insonlarimizga sihat salomatlik tilaymiz. Eng go'zal kunlarimizda mana shu musofirchilikda yurgan aziz onajonimiz, volidey muhtaramalarimizdan, Karomat jiyalaringizdan, ammalaringizdan, mana shu oila a'zolaringizning nomidan eng go'zal tilaklarni sizlarga yo'llab qo'yamiz deymiz. Ha endi Shuhratjon akamizdan eng go'zal tilaklarni qabul qilamiz. Marhamat. Ana endi meni telefon olaman. Rahmat sağ bo'laysiz. Shunday yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashib o'tirganmiz. Hammani yetirsin. O'g'il uylantiraylik, qizlarni turmushga chiqaraylik. Ularni baxt saodatini ko'rib birgaymiz. Yana bugun xizmatda turgan Danqumlar sulolasini, Danqumlar komandasini, qolaversa shu to'yxona ma'muriyatini, xizmatda turgan Jo'rabek hafızlar iştirakındaki sen şagirdlerin hammangizga rahmat. O'zlarimiz jiyanimiz ekan. Her vaqt shu to'ylarga taklif qilaveramiz, o'zlarimizdan chiqqan yigit, salomchi yigit, diktor yigit. Ana shu qizimizga baxt tilimiz, Devranam endi shayton deb aytasan deb akşam to'ya xabar bo'lganda, qaysi Devran deb so'radim. Molladan so'radi, shayton deb aytdi. Şu şeytanlara, Devran atamlara hizmeti buyursun. Buna farzandli bo'ldi deb bari besh to'ylarda tabriklab o'tirganmiz. Ana şu kızımızı
şu oğlumuzu baktı, saadetli bulsun dep bir karsak çalıp koyalım ortaklar. İlem özümüzde parma rahmet emmeyize, toy vergisiler, toylada uçuracılar giyiniz. Yurtumuzda tınçlık olsun. Hemmeyize sağlık, ailenizde tınçlık, hemmeyize sağlık dilime. Meydandaklarım dolup taşı düşünü toyla verip otursun. Sağ olunlar, selamet olunlar. Selam önüme sever giysen, el hizmetinden çerçeve giysen. Ana iş oynalar üçün bir cüp koşuk boladı. Elime oynamadım, şimdi oynayayım. Zayt Bazarbay'da, Şerpay'da devam kıldıralım. Muhterem emmeyimizde işlerimiz indi. Rahmat, sağ olun.